BTS faqat yosh qizlar eshitadi-yu, qanaqa BTS deb turib, yetmaganga sport bilan K-popni taqqoslayotganlar. Jajji qizchalardan farqli o'laroq, siz kattalar sevib tomosha qiladigan futbolning 2022 Qatar jahon chempionatini BTS a'zosi Jungkook Dreams qo'shig'i bilan ochib bergan. Siz qiz bola sifatida mensimayotgan Jungkook uchun Qatar shahzodasi shaxsiy samolyot, 10 ta Mercedes, 10 ta tansoqchi, shaxsiy vertolyot va eng qimmat mehmonxonada bepul joylashish sharoitini yaratgan. Endi savol, sizningcha kattalar tomosha qiluvchi dunyodagi eng yirik sport tadbiri sahnasiga jajji qizchalar tinglaydigan san'atkorni olib chiqisharmidi? Balki endi nohaq ekaningizni tan olish vaqti kelgandir. Chunki bu hali hammasi emas. Masalan, Kim Sok-jin 2024 Parij Olimpiadasida olov tashuvchi bo'ldi. J-Hope esa Koreya Series Baseball o'yinida terminal force pitch tashladi. Los Angeles Dodgers o'yinida birinchi to'pni tashlagan. Ustiga ustak, siz haqiqiy erkak deb hisoblaydigan mashhurlarning ko'pchiligi ham aynan BTSga muxlislik qiladi. Yana bir gap, men bu bilan koreyslarni o'zbeklardan ustun qo'yayotganim yo'q albatta. Ushbu video kommentariyada soatlar qizlar bilan gap talashib, K-pop bilan sportni taqqoslaydiganlarga hamda BTS guruh a'zolarini narmodalarga qiyoslaydiganlarga tegishli. Agarda siz ham o'zingizni ular qatorida bilsangiz, kommentariya ochiq.